kuhni nabor kerak. Agar sizga shunaqa kuhni nabor kerak bo'lsa, ustov nomerini qo'yaman, aniqqa chiqaverasiz. Ustov, bu kvadratga kiradimi yo metrvaymi? Bu metrga kiradi. Metri 3 million so'm, 2 million 800 ming so'mdan esa beryapmiz. Moykalarni ham yaxshisidan zo'ridan. Ha. Vechkalar hammasi uстановkasi ichida. Svechchalar hammasi. Mana shu bitgan holatda necha pulga qilib berdingiz? Necha pulga tushdi? Bu bitgan holatda hamma mebellar bor. Endi buni o'zi 8 million, u divanni o'zi 8 million har xil narxlarda bitgan bor. Ha, bu divan, ha? Ha. Tushunarli. Spalni bilan nima necha pulga tushdi? Obshi. Spalni 9 million so'm. 9 million so'm. Shmoneri bilan birga, ha? Shkaflari bilan. Ha, yaxshi. Kelishtirib yasab beramiz. Sifatli qilib, ha? Sifatli qilib chatga qilib. O'zingiz qaydansiz? O'zbekistonga qolamiz. O'zbekiston kolxoz. Telefon nomerini qo'yaman, aniqqa chiqaverasiz. Sog' bo'lasizlar. Aka, rahmat aytib o'tdi. Sog' bo'linglar. Bu videoni faqat mebelchi ustoz izlab yurganlarga jo'natib qo'yasiz. Kommentariyaga yozing. Arziydi, arzimaydi.